Sharqiy Turkistondagi Sayram ko'li Tangritog'ining g'arbiy shimoliga, Bo'rtala shahrining g'arbiy janubiga joylashgan bo'lib, ko'lning to'rt atrofini tog'lar o'rab turdi. Ko'lning shimoliy qirg'iqi bir oz tik, qolgan uch tarafining yon to'liqi bir qadar tekshi. Atrofdagi 26 tog' bo'liqi va fasl xarakterlik 20 necha ko'l iqini Sayram ko'liga qo'yiladi. Sayram ko'lining yuzi dengiz yuzidan 2072 metr egiz. Suv yuzi ko'lami 458 kvadrat kilometr. Eng cho'nqir yeri 90,5 metr. Ko'lning shakli tuxumga o'xshaydi. Uning sharqdan g'arbga uzunligi 29,5 kilometr. Janubdan shimolga kengligi 23,4 kilometr. Umumiy aylanmasi 86,5 kilometr keladi. Yerlik xalqlarning aytishicha, ko'lni ot bilan aylanib menishga to'g'ri kelsa, 2 kun vaqt ketadi ekan. Sayram ko'li egiz tog'liqqa joylashgan mashhur Bug'da ko'lidan egiz bo'lib, Sharq Turkiston bo'yicha dengiz yuzidan egizligi eng yuqori ko'l hisoblanadi. Sayram ko'lining bo'yi qadimdan tortib karvonlarning Tangritog'ining shimolidagi Ipak yo'lidan Ili vodiysiga kirib chiqishida. Sharqda Xitoyning Chang'an, Luyanlarga, g'arbda Persiya, Rumlarga berishida besib o'tadigan yo'li bo'lib kelgan. Necha ming yillardan beri bu yerdan o'tgan adiblar, sarkardalar, sayohatchilar Sayram ko'li haqida nurg'un xotirlarni qoldirgan. Musha asrning boshlarida o'tgan o't yurak vatanparvar shoir Tavfiq Mamtili Apandi To'xtaji 1920-yili dadisi bilan birga Bo'rtala, G'o'lja, Cho'chak qatorliq joylarga bag'inida Sayram ko'li nomli she'rni yozgan. Sayram ko'li, o'zing kichik, darding to'la. Davol qo'ysan, sohillardan tashalmaysan. Atrofingni qorishib olgan egiz tog'lar. Umtulasan, davollardan ashalmaysan.